Nechta pul aka? 13 million 600. Hurmatli obunachilar, Novoscha 13 million 600 ming so'm savdo bo'lyapti. Bu qancha? Hurmatli obunachilar. Novoslar makoniga keldik. Boyaga qaysi biri? Shved so'rayaptimi? Nech pul? Hurmatli obunachilar 19 millionga o'tib bering deyapti ekan. Bu qani? Aka oldingizmi buni? Boy aka. Shep. Suti bormi? Nechta? Yo'q. 19 millionga o'tib sotib yuborar ekan, qisir aka. Nomeringizni aytingchi? 33li 250 09 91 aloqaga chiqarasizlar. Nech bu aytog'a? 18 million 600 bermadi. 18 million 600 ming so'm pul oddiy holatda olib ketyapti, tog'a. Mana Oma Novos o'ta ham polvon ekan. Yüz yonida ota, men yolg'on gapirmayman. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. YouTube chorva ishqibozlari, Novos ishqibozlari. 2025-yil 30-oktyabr hafta kuniga payshanba. Andijon viloyati Asaka O'zbekiston chorva bozorida Novoslar qatorida Novoslarni faqat sizlarga Novoslarni video qilib beramiz. Videolarimiz yoqsa bir dona mehnat uchun like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Chiroyli qilib bugungi bozor narx-navosini ko'rsatib, nomer qo'yganlarga nomerini qo'yib ketamiz. Qiziqsangiz aloqaga chiqib, shoshilmasdan savdosini qilib olaverasizlar. Aka sotildimi? Pul berishyaptimi? Ava go'zal aka mana shu ham. Nech pul qilishdi? Berdingizmi, pul berdingizmi? Uzun buqa ekan-a, jonivor, qarang. Nech pul deyapsiz aka buni? 21,5 million so'm kami bor ekan. Gaz uzun ekan. Ava Novos sayilda, hurmatli obunachilar, qarang. Novos masalasida kelsangiz, ishingiz bitmasdan ketmaydi. Qarang. Har tomonlama Novos seroq. Aka oldingizmi buni? Nech pul qilishdi? Ha? Endi ketdi, endi. Oraya tıkayapti. Xo'p, bular egasi kim ekan bular? Savdo bo'lyapti ekan, qaysidir. Qaysilar savdo bo'lyapti aka? Mallami, belida mallasi nechmi? 17 million so'm hurmatli obunachilar, mana shu Novoscha 17. Bu 200 mingga bo'ladi. Zob aka. 200 mingga bo'ladi. 17 mi? Yarim ekanda, aka mo'jalisi. 17 yarim ekanda. Ha, shu mo'jali yarim ekan. 15 ning keragi yo'q. Men ham Aka sizga yomon aytdimmi? 17,5 million beryapti. Bozor aka. Emas aka. Lekin ziyon qilmayapti aka. To'g'risini aytaylik. Bu yerga ziyon 17 million 300 ming so'm hurmatli obunachilar. Yaxshi, bozorni bersin. Boyaga bular ham sizdanmi? Dastlabga qilib berasizmi? Qilib beramiz dastlabga. Savdoga javob berasiz. Nomer aytingchi? Telefon 94 758 0880. Mana hali ham savdo bo'lyapti mana. Qarang. 17,5 ga chiqdingizmi? 17,5 million. Hozir bo'lmaydi deyapti. Yaxshi. Bular kimlarnikini? Sizdanmi bular? Turbasi ham turgan mana. Savdo qilishyapti shekilli, ha? Boyaga bular nech pulda?
O narigilar ham sizdanmi? Bu maydalari nechi puldan? 19 million 20 million so'mdan. Bular nechi puldan bermadingiz? Dastavka qilib berasizmi? Sog'ligiga javob berasiz. Qayerda adres? Shahardami? Andijon shaharda kelib ko'rib olaman desangiz ham Novoz Serob aka. Nomerini qo'yamiz, ishqiboz bo'lsangiz aloqaga chiqib ko'rasiz. Aytingchi aka. 94 990 88 80. YouTube kanalida Bozor Shamolda ko'rib telefon qilyapman desa yo'lda bering aka. Bozoringizni bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar. Aka sotilibdimi u? Endi. Qarang, avlikollar. Greenford, Semental paroda sporlariga o'tdi xudo xolasa. Kim bular? Aldab qo'yasiz degani? Boyaga tushunsiz. Aldab qo'yasiz degani? Yoshlarga o'rnak bo'lyapsiz-da, tog'a. Kim aka egasi bular? Boyaga ular sotildimi? Mashinmi boyaga? Ha? Shuni savdo qilyapsiz? Nechmi? 30 million. Ular mu qarang-a. Nechi pul boyaga? 29 million 500 ming so'mga naqiya savdosi bo'lavermayapti. Bu unaqami? Avlikolmi bu ham? Yo limuzinmi bu? Mashina oldi, xullas. Mana hurmatli obunachilar. Avlikolda ham bunaqa ko'ki bo'lar ekan, limon rangi bo'lar ekan. Kali chiqon teriga o'xshagan rangi ham. Hoppa. Rangi ham serob ekan bular. Mana. Kim ekan egasi bular? Sopili ekan. Sizdanmi boyagi? Nech puldan bular? Nech puldan deyapsiz? Hammasini 22 mingdan kami bor. Bir joyi 22 million 500 mingdan kammi? Dona-donagachi. Ona o'ziga qarab kelsin. Kelishlar. Bular qanaqa paroda aka? Bular semental 3 tasi gidib monosi. Mickey Mouse aka gidib. Bu Mickey Mouse ekan, ikkosiga unaqa ekan. Greenford, bular semental ekan. Bozor Shamoli. Boyaga nomer berib qo'yaylikmi? 93lik. 266 13 22. Ishqiboz bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sog'ligiga javob berasiz. Boyaga sotildimi bu? Hurmatli obunachilar endiki. To'xtatingchi ashetga bitta. Mana. Semental ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Nech pul deyapsiz buni? 32 million kam bor ekan. Yoni bor, go'zallar sekin turishini qarang. Nech pulga bermadingiz? Bergan aka, yomon pul bermadim. Nech pul boyaga? 28 million. 28 million hozirgisi. Bu yoshi ham ancha yosh shekilli. Qarang, 28 mi? 28 million so'mga siraziga savdosi bo'lib turibdi. Qo'lini shu ham beradi akam, xudo xolasa. 28. Ana, bunaqa. Hech pul beryapsiz. 28 bo'ldi aka. Qochib turmadim. Shvet keldi. Bu nech pul tog'a? Voy. Voy, kashavarang qildi-yu bu. $35 million kam bor ekan. Nech pul qilishdimi buni? Semental bilan jupmi bular? 65 ga jupini beraman. Hurmatli obunachilar. 65 million so'mga jupiga sotilmayapti. Yo'q, bozorni bersin.
Sekin kattalariga o'tamiz, xudo xolasa. Hoppa. Aka oldinglarmi uni? Nech plyapti? 26 million 850. 26 million 850 ming so'mga sotiladi. Hozir so'rasam 90 olishyapti ekan. Shu ketibdi, shu bu. Men bilmayman, hozir men dollar mana mayda qilib keldim. Yaka. Mana. Bu kimniki ekan u? Egasi bo'lsa baylab qo'yish kerak. Bu Greenford mi aka bu? Nech pul deyapsiz uni? 25 kam. Nech pul qilishdi? 22 million so'mga sotilmayapti. Gap yo'q, ha? Mana bu qani qarang-a. Shuni qo'la sal kundan. Boyaga bu nech pul bu? Nech pul qilishdi boy tog'a? 1 million qilishdi. Bu yana katta bo'lsa kerak, ha? Jonivori. 31 million so'mga sotilmayapti. Mana. Dehqonchilikmi amak? Mana desa. Oha, yomon katta novosi bo'ladi. 31 million so'mga berilmayapti. Belli qarang. Kanal qaysikan? Bozor shamoli aka. Ishqibozga nomer berib qo'yaylikmi amaki? Beraymi? Ayting. 94lik 94lik 388 388 29 79 Tashab qo'ying, molxonani bir burchagiga hazirlagan buqa bo'lmaydi. Bitta totib qo'ying-chi. Qarang. Bozoringiz bersin. Boy tog'am egalari bo'ladi. O'zingiz bizni kanalni ko'rasizmi? Bozor shamoli. 28. Bol. Bu nech pul ekan boy tog'a? Nech pul bering? Jonivor, ha? Nech pul? 48 million so'm ekan. Nech pul qildi buni? En baland olaman degan. 42 million so'mga ichasi ham savdo bo'lyapti, jonivor. Bu qani? Dehqonchilikmi bu? O'zi dehqonligini qarang, molni pardozi yo'q, o'zi bilinib turibdi. Jonivorlar yomon xo'ramol bo'ladi, tog'a. O'ta ham xo'ra bo'ladi. Keyin o'ta ham tez o'zgarar ekan, hurmatli obunachilar, buni boqqanlar biladi. Sal silios bilan jicha sergapay qilib tursangizdan mol o'zgaraverar ekanda. Juda ko'p boqqanlardan oluvdik, mana shunaqa semental Greenfordlar, ana avlikollar. O'ta ham tez o'zgaradigan narsa ekan. Barakasini bersin. Yaxshi pulga soting. Mehnatingiz yarasha bo'lsin, bozoringiz bersin. Davom etamiz. Semiz buqalar, hurmatli obunachilar. Tarozi bo'shagan, tarozini olaylik desa. Olib chiqamiz endi. Nech bilan bo'ldi? Shinay o'tib katta o'tib ketyapsiz-ku. Hoppa. Boyaga u nech pul bo'pti bu? 33,5 million so'mga sotilibdi. Tarozga olib ketishyapti menimcha. Hoppa. 33,5 million so'm. Bu shved siznikimi aka? Nech pul deyapsiz? 45 deyapmiz. 45 million kam bor ekan. Nech pulga sotmadingiz? 39 million so'mga. Hurmatli obunachilar, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Novos boqadigan ishqiboz akalarimizga videolarimizni jo'natib qo'yasiz Telegram, WhatsAppdan. Obuna bo'lsangiz har kuni shuna novoslar narx-navolarini, tarozi, trivazinga nech pulga sotilar, olinayotgan barakalar barchasini ko'rsatib o'tamiz. Bir donalank boshqa sizdan chiqmasin. Taroziga so'rashmadimi aka? 60 ming. Trivazimga 60 ming so'mdan savdo qilishyapti ekan, bermayapti ekan akamiz. Dehqonchilikmi aka? Gap yo'q, bozoringiz bersin. Zo'r pulga soting. Novos ham o'zi zo'r ekan. Havas qilib lak bosib qo'yganlar molxonasida eng kam 10 tonta shunaqa shved novoslar baland tursin. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin.
Keyingi syomkalarda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat hammaga.